Hammaga salom do'stlar. Bu videorolikda men sizlarga Litecoin, Litepeak saytidan birinchi ishlagan pulni chiqarmoqchiman. Eng kam pul topdi, eng kam pul chiqarsa bo'ladigancha pul topdi. Mana 0.005 Litecoin. Shuncha yig'ilibdi do'stlar. Hech narsa qilganim yo'q, shunchaki o'zi bonuslardan yig'ildi. 3 kun 4 kunlarda masalan. Xuddi shunday qilib mana shu saytda siz ham pul topsangiz bo'ladi. Video tagida men xuddi shu sayt silkasini va shunga o'xshash saytlar silkasini qoldiraman. Hozir esa mana shu Litepeak saytidan pul chiqarishni ko'rsataman. Endi Litepeak saytiga kirdingiz masalan, bosh sahifa, mana shu yerda menyudan withdraw degan joyga o'tishingiz kerak pulni chiqarish uchun. Keyin mana Litecoin adresini kiritasiz bu yerda. Payer hamyondan men Payer hamyonga kirib, men Litecoin adresini olishim kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Payer hamyon bo'lmasa, men video tagida silka qoldiraman. Ana shu silka orqali Payer hamyon olishingiz mumkin. Profilga kirib olamiz Payerga. Mana do'stlar, Payer hamyonga kirdik. Endi bu yerdan Litecoin adresini olamiz. Mana Litecoinga kiramiz. Bu yerda esa adresini olish uchun poполнить balansni bosamiz. Mana bu yerda mana Litecoin adres ko'rib turganingizdek, shuni kopiya qilamiz. Copyright adres. Adresni kopiya qilib olamiz. Keyin saytga qaytamiz. Mana shu sayt Litecoin adres degan joyga mana shu kopiya qo'ygan adresimizni kiritamiz. Keyin pul maxni bosamiz. Maksimal qancha balansingizda pul bo'lsa, ana shu pul hammasi yoziladi. 0.001 bu komissiya ekan. Ya'ni qanchasi 0.001 Litecoin komissiya oladi. Shuning uchun iloji boricha ko'proq pul yig'ilganda pul chiqarish kerak. Men esa endi pul chiqarish o'zi 0.05 edi, shunchaga yetganda sirasi mana pul chiqarishni ko'rsatishga qaror qildim. Shuning uchun buni ustiga ertaroq chiqaraman. Keyingisida esa kechroq komissiya kamroq bo'ladi. Mana ya'ni robot degan joyga galchka qo'yib, withdraw degan joyini bossangiz, pul tashlanadi. Mana shu ikki tomonlama zashtani ham yoqqandim. Hozir mana shuni kiritaman. Keyin pul chiqarsa bo'ladi. Ya'ni robotni bosamiz. Endi esa qaytamiz. Ikki taraflama kodni kiritish uchun. Mana do'stlar kiritdik. Endi bosamiz yana. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, shunda yozilgani bu pul tashlandi degani. Mana balansdan 0 pul tugadi mana. Pastda ko'rib turganingizdek, hozirga tashlaganimiz 31 sent, ya'ni 0.31 sent. Bu qancha bo'ladi? Bu menimcha bilmadim. Hozir o'tkazilmoqda, hali o'tib bo'lgani yo'q, lekin 1 soat ichida bu o'tib bo'ladi. Mana men o'tkazganlarim completed deb turibdi. Bu yerda 31 sent, keyin birinchi o'tkazganim $1.5 bo'lgan. Hozir 31 sentdan 2 marta tayladim. Xuddi shunday siz o'tkazib olishingiz mumkin. Video tagida men silkani qoldiraman, ana shu silka orqali ro'yxatga o'tasiz. Do'stlar, shu bilan videomiz nihoyasiga yetdi. Boshqa saytlardan ham xuddi shu pul o'tkazish yo'li xuddi shunaqa har xil kriptovalyuta saytlarda, ba'zi birlarda masalan Dogecoin, ba'zi birlarda BNB, har xil kriptovalyutalar bor. Bu saytda ham har soatda bonus olib tursa bo'ladi. Mana hozir 51 daqiqa qolibdi. Bonus esa kamroq vaqtdan keyin beriladi, ya'ni 1 soatdan keyin desak ham bo'ladi. Pul to'ldirish esa depozit degan joy orqali siz mana shu Litecoin adresini olib, Payer orqali kamroq to'ldirib, keyin o'yin o'ynab pul topsangiz bo'ladi. Mana Games degan joyi bor, Dice degan o'yinda o'z taktikangizni qo'llab, mana shu yerda pul tikib o'ynasangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana shunday o'ynaladi bu. Xuddi shunday siz pul topishingiz mumkin. Do'stlar, hammaga omad. Video shundan iborat edi. Albatta, videosiga foydasi tekkan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling. Hammaga omad, xayr, sog' bo'linglar.